Tovoningiz nega yorilayotganini bilasizmi? Tovon bir necha sababdan yorilishi mumkin. Masalan, teri juda qurib ketsa, ko'p tik oyoqda yurish yoki ishlash natijasida, ortiqcha vazn tufayli tovonga bosim tushishi, ochiq oyoq kiyim kiyish, A va E vitaminlari yetishmasligi, zamburug' yoki teri kasalliklarida, qandli diabetda. Bu holatlarda uy sharoitida nima qilish kerak? Har kuni kechasi tovonga namlantiruvchi krem suring. Vazelin yo tarkibida mochevinasi bor kremlardan foydalaning. Iliq suvda oyoqni ivitib, pemza bilan ehtiyotkor tozalang. Qo'lingiz bilan ortiqcha terini yulmang. Qaychi bilan chuqur kesib vormang. Yumshoq havo o'tkazuvchi paxtali nosiki kiying va eng muhimi, ko'proq suv ichish tavsiya etiladi. Unda qachon podolog yoki shifokorga borish kerak deysizmi? Qachonki yorilgan joy qonasa, og'risa yoki yallig'lansa, chuqur yorilib ketsa, diabet bo'lsa, quruq tovonga e'tibor bermaslik chuqur yorilish va og'riqlarga olib keladi. Tovoningizni vaqtida parvarish qiling. Shunaqa ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.